Menga kecha svarshik qo'shnim telefon qildi. U usta svarka qiladi. Menga dedi, bitta protein, bitta energetik va bitta kreatin olib kelib bering dedi. Albatta dedim, oldim, olib bordim va shu qatorda maslahat bermoqchi bo'ldim. Agar o'g'liga bermoqchi bo'lsa, qanaqa ichilishi, qanaqa tartiblarni tushuntirmoqchi bo'lsam, yo'q dedi, men o'zim dedi, o'zim uchun olib keltirdim, o'zim ichaman bu narsalarni dedi. Albatta 40 dan oshgan odam, 45 ga qarab ketayotgan odam. Keyin men so'radim, zalni boshladingizmi, trenirovkani boshladingizmi desam, u odam aytayapti, "Не обязательно" deyapti, "Zalni boshlashim shart emas-ku" deyapti. U odam umuman zalga chiqmaydi, u odam svarshik usta. Mahalliy svarshik ustasi, svarka ustasi. Oddiy. "Не обязательно zalga chiqishim" deyapti. Men bu narsalarni deyapti, oldindan ichib yuraman. Men keyin savol berdim, "Bu narsalar haqida qanaqa ma'lumotga egasiz? Nima foydalari bor bu narsalarni?" desam, "Metabolizmni deyapti, yurishtiradi" deyapti. Men o'zimni deyapti tetik his qilaman. Immunitetim baland yuradi deyapti. Keyin uncha-muncha kasal bo'lavermayman, uncha-muncha shamollab qolavermayman deyapti-da. Endi men bu gapni nima uchun aytyapman? Biz insonlarga juda ham ko'p tushuntiramiz. Odamlar bu narsalarni qanaqadir kimyoviy narsalar deb o'ylashadi-da. Yo'q, bu narsalar albatta 35-40 yoshimizdan o'tgandan keyin biz uchun albatta kerak bo'ladigan, muhim bo'ladigan hayotimizdagi faktorlar, asosiy faktorlar. Oqsillar, aminokislotalar, badlar, hammasi, barchasi hayotimizda kerak bo'ladigan juda ham kerakli mahsulotlar. Tavsiya qilib qolamiz. Men xursand bo'ldim. Bizni oramizda shunaqa tushunadiganlar ham bor ekan. Albatta sportsmen emas, sportsmen bo'lish shart emas. Sportsmen bo'lmasa ham bu narsalar haqida juda ham yaxshi va to'liq to'g'ri ma'lumotga ega insonlar borligidan xursand bo'ldim.